Hammaga salom bolalar. Bugungi video maslahat bo'ladi trakchilarimiz haqida, Amerikadagi trakchilarimiz haqida. Juda ko'p Amerikada juda ko'p o'zbeklarimiz fuel kartalardan ekonom qilishadi. Hammada har xil nima dizel kartalari bor. Reklamalar juda ko'p qilishyapti o'sha dizel kartalar bo'yicha. Men endi ancha yildan beri bir karta ishlatib kelardim. Orada bir o'zbeklar bilan ishlamoqchi edim, ruslar bilan ishlamoqchi edim. O'sha diskountli kartalar, masalan, zapravkada deylik $3.5 galoniga bo'lsa, karta bilan uni $3 ga olasiz yoki 3.20 da olasiz. Ancha diskount olasiz. Men o'zimni opitimdan aytaman. Bolalar bilan, boshqalar bilan ishladim, lekin men biron marta men ishlatadigan diskountni ko'rmadim. To'g'risi, qo'limda ikkita karta bo'lardi. O'sha o'zimizning bolalarniki, keyin nima boshqa kompaniyadan olgan karta. Juda ko'p diskount, masalan, men o'zim ishlatadigan kartadan ko'p olardim. O'zimiz bilan ishlagan odamlar va'dani beradi, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin siz boshqa kartalar bilan agar solishtirsangiz juda katta farqi, 20 sent, 10 sent farq qiladi har bir galoniga. Bu trakchilarimiz uchun Amerikada bu juda katta nima deydi? Zarar. Ular chunki gallonlab, ming gallonlab dizellar olishadi. Uni oyiga hisoblasangiz anchagina pul bo'ladi. Bitta mashinangizni to'lovi. Meni maslahatim, mana bu kartani ishlatinglar. Bu bola reklama emas, men buni даже nomerini ham qo'ymayman. Chunki xohlasalaring mana bu kartani ko'ryapsizlarmi? TVC Pro Driver Fleet Fuel. Bilmayman, ba'zi odamlarimiz buni ishlashyapti, ba'zilar bilmasa kerak bu karta bo'yicha. Bu TVC, agar bilsalaring, TVC mana даже traklarimizda ham bor, TVC Pro Driver. Bu o'zi TVC boshida agar trakchilar tiket olsa, o'shalarni sudga borib sizni tiketingizni yutib beradigan kompaniya. Bu juda men bularni 2017-yildan beri ishlataman. Любой sidelda olgan shtraflaringizni mana bu TVC menga hammasini yutib bergan. To'g'risini aytaman, hammasini yutib bergan. Sudga bormasdan men yutib berdim. Avariyaga uchradik, orqasidan borib 4 ta mashinani o'rdik. Bitta shofyorimiz unga Virginia shtatida reckless driving shtraf bergandi. Reckless driving bu qamoq jazosi deyiladi. Bu jinnilik bilan mashinani, trakni boshqarish. Lekin shu kompaniya, o'sha TVC kompaniyasi murojaat qildik. Bular driverlardan $50 olishadi. Ozmaslarga aytaman, buni arzon yo'li bor. Har oy $50 to'laysiz, zato safe. Zato normalniy yurasiz. Любой shtraflaringizni yutib chiqadi. O'sha shtrafimizni, reckless drivingni bizga inoperable driving qilib bizga shtrafni qildi. $270 to'lab bizlar qutulgandik o'sha avariyadan. Bo'lmasa bizni shofyor orqasidan borib 4 ta trakni, 4 ta mashinani urgan, u yerda strahovka hammasini to'ladi-yu, lekin shofyor qamalishi kerak edi. Shofyor qamalmadi. Shular TVC qutqardi. Bular yaqinda 1 yilmi 2 yil bo'ldi, bular o'zini fuel kartasini chiqardi. Buni hozir men plus tomonlarini aytaman, kimda kim bilmaydi. Juda ko'p plus tomoni bor buni. Agar trakiz kompaniyada 5 tadan ko'p bo'lsa, TVC Fleet, mana bunaqa Fleet fuel kart olishingiz mumkin. 5 tadan ko'p trak. Plus o'sha Fleet sizga nima beradi? Lowestda ishlaydi. Petro TA'da ishlaydi, juda zo'r. Plus bitta tomoni Lowestda premium account bo'lasiz. 100 galon olasizmi? Platinum. O'zimizga ko'rsataman telefonimda, bu telefonimda platinum accountingiz bo'ladi. Unlimited, xohlagancha ichimlik sizga bepul. Refill deyiladi Amerikada. Endi zapravkalarda, pilotlarda ham bo'lsa kerak. Men pilotda ishlatmayman. Lekin sizni accountingiz platinum account. Unlimited shower. Dizelga kirib nima qilishingiz kerak emas, galon olib men shower bepul olaman. Xohlaganingizcha shower beradi, xohlaganingizcha refill drink olasiz. Shunisi bu ham katta plus, oyiga ancha ekonom qilasiz. Plus men bundan oldin
TCS mi? TCS degan kartani ishlatardim. TCS karti. U ham zo'r, faqat u Petro, TA, AB, AM baslarda ishlardi, o'sha Rossiyalardagi gaz zapravkalarda. Diskounti yaxshi edi. Lekin buni olganimdan keyin bu lowest ham ichiga kiradi. Juda ko'p benefitlari bor. Plus fleet olsangiz, driverlaringiz, masalan, driverlarga buni narxi ham plus nimani olishingiz mumkin? Oylik driverlarni shtraflardan shunaqa saqlaydigan organizatsiya. $38 sizga tushadi har oyi. Bu juda katta foydasi bor. Sizni pravangizni toza tutasiz. $38 kimda kompaniyasi bo'lsa, hay driverlari baribir uni to'lashadi. Uni olishingiz kerak. Shtraf oladimi, biron bir narushение qiladimi, bular mana hamma tiketimlarimni yutib chiqqan. Даже mana bizga yaqinda jiyanimga tiket bergandi. Easy Pass bo'yicha. Easy Passimiz yo'q edi. Lekin nomer bor edi. Qarshi Easy Passimiz kelmagan. Unga ushlab Easy Passing yo'q deb New Jerseyda katta sudga chaqirdi. Sudga chaqirganda biz srazu buni oldik. Srazu hammasini yutib chiqdi ular. O'sha kortfi, porfini to'ladikda qutuldik. Shuning uchun kimda kim qiziqsa, mana bu TVC nima bor? Google'da nima qidirsalaring ham bo'ladi, TVC Fuel. Agar ingliz tilida qiynalsalaring, rus tilida gapiradigani ham bor. Svetlanamidi ismi shu. Xohlasalaring rus tilini ula desalaring, ular sizlarga rus tili bo'yicha ulab beradi. O'zbek tilisi yo'q lekin. Bu hech qanaqa reklama emas. Men birovning nomini просто Google qilasizlar, mana shu kartani TVC Fuel deysizlar. Birdaniga chiqadi. Telefon qilasizlar, biz shunaqa kompaniya, kartalaring kerak. Juda udobli. Xohlasalaring kredit olishlaring mumkin. Meniki kredit полностью nima deydi? Haftasiga har xil kreditingizga qarab limit beriladi. Ishlatasiz, shotingizdan avtomatik haftasiga 2 martami oladi. Uni o'zingiz kontrol qilishingiz mumkin, aytib haftasiga 1 marta olmi deyishingiz mumkin. Lekin bolalar, bilmayman, juda ko'p kartalarni ishlatdim. Juda ko'p bolalarga ishondim, kartasini oldim, ishlatdik. Короче, to'g'risini aytsam, men mana bunaqa kartani ko'rmadim. Bilmayman, agar bundan ham zo'r karta bo'lsa, men hattoki solishtirishim mumkin. Kommentda yozinglar. O'sha zapravkalarni solishtirishimiz ham mumkin. Buni o'zini applikationi bor. Siz kirasiz, o'sha zapravkada qancha o'sha diskount qancha nima beryapti, diskount ko'rishlaring. Men juda ko'p o'zimni kartam bilan boshqa kartalar bilan bu kartani sravnit qildim o'sha zapravkalar bo'yicha. Baribir bu 2-3 sent, 2-3 sent bu arzonroq edi. Bu 2-3 sent arzonroq. O'sha men senga sizlarga yana plus tomonni aytsam, plus tomoni unlimited, bezlimitni shower, bezlimitni o'sha drink. Просто suv ichishlaring o'sha bepul. Mana shu narsalar bor. Yana plus ballonlarda diskount bor, lowest, bu lowest bilan ishlaydi. Lowest bilan bular birga nima qilgan. Har bir ballonga yana diskount olasiz. Yana bir barolari bor. Men ularni detalni uncha qiziqmadim. Faqat o'sha fuel bo'yicha o'zi hamma kartamiz shunaqa bolalar. Hozirgi paytda juda ko'p reklamalarni ko'ryapman. Bizni fuel kartani oling, diskountdan oling, bundan oling, undan oling. Bolalar, buni diskountini men bilmayman. Bundan arzon diskountni ko'rmadim. Mumkin agar bo'lsa, uzr, может men xato qilyapman. Может bundan ham zo'r diskountlar bordir, lekin men nima deydi, kartalarni ko'rib, ba'zi telefonda gapirib tekshiramizda qancha diskount, qancha nima. Bu faqat o'sha lowest nima Petro TA da ishlaydigan karta. Plus o'zini applikationi boshqa zapravkalarga ham ishlaydi. Lekin diskounti juda yaxshi bolalar. Plus o'zlaringga qanaqa fleet management ham bor, o'sha sizga kontrol qiladi kompaniyangizni, shunaqa narsalari ham bor. Bunga foydasi katta demoqchiman. Shtraf olasizmi, tilni bilmaysiz va boshqa bir yo'lda shtraf olsangiz, shularga chiqsalaring, shular men juda ko'p tiketlarimni yutib bergan bular. Men prosta aytmayapman. Birontasini yutqazmagan shular. Birontasini yutqazmagan. Hammasini yutib bergan. Way stationdan o'tib ketgan vaqtlarim bo'lgan. Michiganda u juda qattiq jazo.
$200 parkingga parking ticket qildida menga $200 to'ra bo'ldi dedi. Prosta o'sha shtatdan sразу sizga advokat ba'zilar qiynaladi. Aka, mana shu shtatda ticket oldim, advokat topishim kerak. Advokatda 1000-2000 berasizlar, bolalar. Bular charge qilsa advokat fee men ko'p to'laganim $450 edi. 1000 ga chiqmaydi, 1000 ga ham chiqmaydi advokat olish bular bilan. Bular o'zlari o'sha joydan bormaysiz, sud putga bormaysiz, ticketning rasmini jo'natasiz o'ziga, hammasini jo'natasiz, o'zi hal qiladi, advokat topar, advokatga o'sha mayda feesini berasiz. O'sha bular diskaunt bilan beradi o'sha advokatni. Mayda feesini berasiz, advokat o'zi hal qiladi, sudga boradi, o'zi tikketingizni yutib chiqadi. O'sha shtraf bo'lsa, mayda-chuda o'shani advokatga yo sudga to'laysiz. Shuning uchun bu maslahatli video. Ko'p men o'z ko'ryapman videolarda o'sha trakchilarimiz qaysi fuel karta ishlatishni bilmaydi. Ko'pincha reklamalar bor, gap bo'lishi mumkin emas. Men ularga hech qanaqa negativ fikrim yo'q. Hammani o'zini rizqi bor. Endi eng ko'p diskauntni men aytishim kerak, bolalar bilish kerak. Kommentda rahmat aytishadimi? Bo'ldi, shu uchun. Hech qanaqa bu reklama emas. Nomerni o'zlaring topasizlar. TVC fuel card deb yozsalaringga Google'da bittada chiqadi. TVC mana fuel card. Bittada chiqadi. Так что bosamiz bo'lar, pozitiv bo'lamiz. Yana boshqa temalar bo'lsa, videolarim kamaygan, to'g'risini aytaman. Kam olyapman. Asta-sekinlik bilan ko'ramiz. Yana videolar olaman. Ko'p o'rtoqlarim, tanishlarim ko'psi chiqadi. Nimaga video qilmayapsan? Ular ham endi nima? Mani muxlisim, ashaddiy muxlislar. Qiziq sani ko'rish, videolarda ko'rsatishing qiziq deb gapirishadi. Ko'ramiz, vaqtni topib asta-sekinlik bilan videolarni qilyapman. Shuning uchun bolalar bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Mana shunaqa TVC Fleet Fuel. Pluslari ko'p. Может boshqa kartalarda 1 sentga diskaunt men bilmayman, lekin men ko'rmadim. Boshqalarda boshqa joydan 1 sent arzon bundan bo'lishi mumkin, lekin buni plus tomoni o'sha 1 sentingizni общий jamlasangiz, buni plus tomoni juda ko'p. Endi bilganlar biladi TV'sini, bilganlar biladi. Bu juda ko'p tiketlarni yutib chiqqan bular. Shuning uchun telefon topinglar Google'dan, xohlasang men saytini qo'yaman. Nimada pastda agar bilmaganlar uchun. Bu hozir hamma telefon ishlatishimda TVC fuel desalaring chiqadi. Shunaqa bolalar, hammaga sog'lik, salomatlik, pozitiv bo'lamiz. Tashlashni hali davom ettiramiz, hali ketyapti. Shunaqa bolalar, pozitiv video yoqqan bo'lsa like, kommentda bemalol yozinglar. Ketdik.